Bugun Kariz qaynonam mosh novdasidan mazali va foydali sho'rva pishirishni o'rgatadilar. Birinchi bo'lib mosh novdasini yaxshilab yuvib olamiz va gazga suv qo'yib qaynatib olganini olib qo'yamiz va suvning ichiga xohlagan ta'm keltiradigan galina blanka solsangiz ham bo'ladi. Bu sho'rvaning ichiga faqatgina mosh novdasi bilan ozgina ko'k piyoz qo'shiladi, boshqa hech narsa qo'shmasanglar ham bo'laveradi. Va albatta yarim qoshiq maydalangan chesnok bilan ozroq tuz ham qo'shib olinglar. Shu bilan 10-15 minutda bir marta qaynab chiqqandan keyin ko'k piyozlarni solib bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Bu sho'rva ichingizni juda ham yaxshi tozalab beradi. Koreyada karizlar aroq ichib, ertasi kuni xuddi shunday sho'rva ichishadi. Chunki bu sho'rva ichni yengillatib, yaxshilab tozalab beradi. Bu sho'rva oddiy va oson tayyorlanadi. Albatta uyingizda xuddi shu retsept bo'yicha qilib ko'ring. Har kuni qaynonam issiqqina guruch pishirganda O'zbekistonda issiqqina non yegandek bo'laman. Shunday qilib bugun ujinga enoki qo'ziqorini bilan tuxumdan tayyorlangan omlet va boshqa salatlar. Yoqimli ishtaha!